Hürmetli vatandaş Türk'ün biz aldan köyün Yakup Pek'nin tercümanı Charles Bolger yazıp kaldırgan kitap. Mundaq bir yakkagan edik. Cangir Hoca'nın oğulları vekillik idi ki hazırki hocalarını cüngoluklarga helakadek yeniden hücum kılıp turuşqa kuş körtetdi. Hocalar bolsa ularning gepiga bak quloq salatdi. Ve yeni işlerge tutuş kılış için tayyorlik ko'rib qo'yatdi. O çağlarda qo'qonlik tavakkalchilarning ko'pchiligi Mehmedel Xonning qo'lida uzoq muddat ishlaganlardan edi. Lekin bir qadar tinchlik xohlaydigan hukmron Xudoyor Xonning zamonasiga kelganda ular qiladigan ish topolmay ba'zi shaharlarda lag'oylab yurgan edi. Şoň Qashqarlik hocalar bu kishilar orasidan va o'zlariga izchil asqatib kelgan qirg'izlar orasidan son jihati xali ko'p, lekin ichki jihati ancha yaxshi, moslashib ketmagan bir qo'shin to'plashga ancha qiynalmadi. Shu chog'da Qo'qonda dangli hojalarni 7si bor edi. Ularning ichida katta to'ri deb atalganlardan Ishon hoja, Bozrukxon hoca, Velixon hocalarını ko'rishitish mumkin. Shu qatim yuz bergan tajovuzchilik voqeasi tarixiy kitoblarda mushu hocalarning ichidagi ma'lum birisining nomi bilan atalmay, balki 7 hoca yig'iligi deb atal. Mushu 7 hoca yig'iligi vatanimiz Uyg'uristonda yuz bergan yig'iliq vatandoshlar. Katta töriga onun ukolları urug' tuqqan ve servozlari qo'shilib, xeli nurg'un kishi Qashqarga qarab harbiy yurish qildi. Qashqar hamisha bu tajovuzchilarning hujum qiladigan birinchi nishoni edi. Qashqar 30 kun muhosir qilindi. Keyin ichki jihatda fitna chiqqanlikni qo'ldan ketdi. Hocaların kalbisi fakat boşuna belirli çeklendi. Başka şehirler ula karamaydı. Ula bu yerde rasa puadın çıkıca 2 aydak oynap yürü olgan deyken cüngülükler tarafından kök avatka mağlup kılındı. Kök avatta mağlup kılındı. Hem de çevreden kovlap çıkarıldı. Qashqarliklarning nazarida hocalarning bu qatimqi tajovuzi dastlab tutulimi kulgulik bir ishtak to'yilgani. Hocalar qisqagina vaqt ichida sodir qilgan jinoyatlar uchun aholining nihoyat kuchli nafratini qo'zg'adi. Zo'rdan hakim junguliqlarning noroziligini qo'zg'ab qo'yganlikdan mansibidan elib tashlandi. Şundan keyinki maslahatchi amballarning hammasi Xitoylardan tayinlandi. Hocalar 9 yilgacha jim yetib oldi. Lekin 1855-yili Velixon To'ri bilan uning inisi Kichik xon Xo'ja Qashqariya chegarasida parokandachilik tug'dirdi. Velixon To'ri junguliqlarning tog' egizlarida qurgan oldingi saf pozitsiyasini faqat 1857-yilga kelganda aran besib o'tadi. Bu ish o'rinlangandan keyin uning g'albisi tezda amalga oshdi. O tuyuqsiz hujum qilib Qashqarni besib oldi. Natijada Qashqariyaning xonlik taxti yanala hocalarning qo'liga o'tib qoldi. Atış bile yeni sarma onun kolu düşüp gitti. Ondan o yerken tehlike selişke başladı. Lekin hem joydagi jungo qo'shinlari o'z qo'rg'onlarini taki düşman holsizlangacha ve yordamga askar kelgicha qo'zg'almay mahkam saqladi. Velixon To'ri bu yerlarga 4 oylik hukmronlik qilgandan keyin uning qo'shini oxiri jungo qo'shinlari tarafidan mag'lub qilindi. Manju qo'shinlaridan juma. Bu xo'ja Qoratikinning janubidagi darvozaga yergacha qochib borganda bu yerdan oqsoqoli Ismoil Shoh uni tutib olib Qo'qonga topshirib berdi.
Hocalar işçidi yavuzlukta en uçuğu çıkan bu zalim adamxor, şəhvətpərəs, hökmran nurgun yıllardan keyin ahire Yakup Bey'nin kolu da beşini yedi. Yerli xalq o hökmranlık kılgan aşı qısqıgına mezgilini əsligini de hazırma korkup tutar işidiken. Yerli xalqның aytishisi Veliхан Töre qadimidan tartib mushu zaminga igidarchilik qilgan hukmronlar ichida eng yovuz, eng zolim bir hukmron ekan. Shu qatimliq isyondan keyin junguliqlar qo'llangan jazolash tadbirlari oldingi har qanday bir qatimdagidan qattiq bo'ldi. Xudoyorxon va uning qo'qalliklari Veliхан Töre yığılıqda ana shunday rol oynagan bo'lsa-mu, lekin xuddi doktor Billi aytgandek, junguliqlarning zadali chiqisholmaydigan bu kishilar bilan bo'lgan koni munosabati yanala asliga keltirildi. Shu qatimqi voqeadan keyin qirg'iz ko'chman uluslarning besib kirishi bilan faqat bir qatim kichik majro yuz berdi. Shu qatim tajovuz qilib kirganlarning boshlig'i burun junguliqlar tarafidan o'ldirilgan bir kishining pushti edi, ammo bu qatimqi voqea siyosiy jihatda muhim ahamiyatga ega emas. Veliхан Töre'ning tajovuzi Tunga yig'iligidan burungi xo'jalar yig'iligining oxirgisi edi. Jahongir Xo'janing hujumidan tortib, Takoning o'g'illarining yig'iliqlargacha bo'lgan 32 yil ichida jami 4 qatim tajovuzchilik voqeasi yuz berdi. Birinchi qatim Jahongir Xo'janing tajovuzi. Uning akisi Yusuf Xo'janing bo'lsa ikkinchi qatimqisi. Yusuf Xo'janing cho'ng o'g'li Katta Törening tajovuzi bo'lsa uchinchi qatimqisi. Jahongir Xo'janing kichik o'g'li Veliхан Törening bo'lsa to'rtinchi qatimqisi edi. Her qatimqi tajovuzchilik ular bir talay jinoyatlarni sodir qilgandan boshqa tilga elishga arzigidek bir ahamiyatli ish qilmadi. Her qatimqi tajovuzchilik ularning agash kuchilariga va ular o'zlari davolgan ilohiy huquqqa vakillik qiladigan xalqqa haddi hisobsiz baloyi ofat va azob uqubatlarni elib keldi. Yani şunu mu ko'rsatib o'tish lozimki, bunday tajovuzchiliklar bir-biridan rezil edi. Faqat Jahongir Xo'jalar ular ichida har jihatda eng yaxshisi deyishga bo'ladi. O yurtda aql farosatga tayinib adil so'ragan edi. Uning akisi Yusuf Xo'ja qo'rqinchoq bir odam edi, lekin u o'z zimmasidagi vazifaning muqaddasligini oz-to'la tushunadi. Katta Töre'den başlap ularning saviyasi nihoyatda pasayib ketdi. O o'zining ishriti bilalli bo'lib ketib, zolim amaldorlarning fuqarolarini zar qaqishlayotganligi bilan zodli kori bo'lmadi. Tog'li Xo'ja Veliхан Töre'ni o'zining jinoyati va zolimligi bilan o o'zining bosh qarindoshlarini bespushti deyishga bo'ldi. Uning hech qanday umid yoki maqsadi yo'q, shon shavkati zodi yo'q edi. Xuddi Katta Töre o'z onasiga yetolmaganidek, uni o'z otasiga yetolmaydi. O'z otasiga yetolmaganidek, uni o'z otasiga yetolmaydi. Şunu biz kesip aytalayımız ki, eğer Bozrıkxan hakimiyet beşi turgan bir neçe ay içinde Yakup Bey tarafından chetga chiqarib qo'yilmagan bo'lsa, uning jinoyati Veliхан Töre'nikidan mi eshib tushgan bo'ladi. Şuna kechirgisiz jinoyatlarni sodir qilgan bu yovuz zolim xo'jalarga kitobxonlar ancha qiziqmasi kerak deb o'ylayman. Lekin junguliqlar bilan Yakup Bekka adil baho berish uchun ularning raqiblarini aynan suratlab berishga to'g'ri keladi. Bo'libmi hurmatli Hazrati Abba Xo'janing avlodlarining ulug' qismatlari, ularning ajdodlarining xosiyatlari to'g'risidagi rivoyatlar, o'z qavmidan chiqqan hukmronlarga bo'lgan tabiiy ixlos, yotlardan bo'lgan hukmronlar, mayli ular qanchalik yaxshi ishlarni qilgan bo'lsin,
ulağa yürek saklanıp gelgen muqarrar ösmenlikning hammasi muşa töt hocunun oldin işkilisinin acizliği ve mağlubiyeti keyin kişinin yavuzluk ve taş yürekligi hem şöhretperestligi arkasida pak-pakize tugab ketgan edi. Bozrukxon bu yerga kelganidan keyin hocalarga bo'lgan sadoqatmanlik butun millatning an'anasi emas, balki bir necha jamiyatlarning an'anasi bo'lib qolganligini sezdi. Diqqat. Hocalarga bo'lgan sadoqatmanlik butun millatning an'anasi emas, balki bir necha jamiyatlarning an'anasi bo'lib qolganligini sezdi. Cunguluklar Cahangir Hoca bilen uruş bolgandan keyin agar özlerinin açığını sel besibilip qoqalliklardan başka her qanday kişinin avvallık işleri sürüştü kılınmaydı deb jakarlagan bolsa, anda ötkendikidek özlerinin bütün küçünü tinchlik işleri qaratgan bolsa, şüphesiz ki manjularning hukmronligi mangu davomlashgan bo'ladi. Çünkü o çağlarda cunguluklar yanılı hali kudretlik idi. Ular qo'qon bilan bo'lgan barliq munosabatlarni üzüp, bu alle chetga qirqib chiqarib etgan va qo'qonlik oqsoqollarni qo'g'lib etgan bo'lsa, ehtimol 40 yildan buyon saqlanib kelayotgan bu xavfdan qutulgan bo'ladi. Albuki ular tunga yig'ilg'ida mushu xavf tufaylidan oxiri gumron bo'ldi. Demek bu Tunga yığılığı diye vatandaşın bu 30-40 yıllardaki 20. asırın işleriyle emez. Yakup Bey, Hazreti Yakup Bey devrinin bar işkentikte. Saklanıp gelip atkan bu xavftan